Siz yuqori bo'lgan filmlarni ko'rmoqchi va tushirmoqchi bo'lsangiz, Shunqar sizni film salonimizga qadam tashrif qiling. Salon izlash nomi Shunqar deyin. Kader! Kopa! Oyagatmasa kun çıkış yatamsa. Kopa. Dada. Koptun balam. Hey Nadir! Ne bo'ldi? Nadir! Hey Nadir! To'xtab tur. Men oldida kirib chiqay. To'xta. Oldida kirib chiqay. Hey baldırım. Oyg'atmagan bo'lsam o'rningdan chiqib o'tamtinglar. Aka, ko'nglimni ko'rdingizmi? Ko'rmadim. Hey, oya turmamdi. Yaxshi, rahmat. Nadir, navbatsan kelib chiq. Mana Sal tuzkan bo'lib qapti. Nadir, ustaning ustini yig'ishtirayotgan. Tamoq yeymiz. Mana hozir. Mana keldi. Hey, ana otam sen. Ustani yig'ishtirayotgan otaman tamoq yeymiz. Aka, tamoqni supining ustida deysakmi bo'ladi-ku? Supining ustida o'tirishga mening putim chidamaydi. Shimo to'lida sening bo'pti. Deganing bo'yicha bo'lsin. Dada, tamoq yeviling. Ma'qul, hozir boray. Voy. Vah, kebab. Dada, qani o'ltir. Nimandaq tuzli qo'rivatding? Nima, tuzliqmikan? Bu qandoq bu mumkin bo'lsin? Ishonmasang o'zing tetib baq. O'rindiqda o'tirishni uqmagan ekan. Supuq chiqib o'ltarsang bo'lmamdi. Hey! Falokatligingdan o'ydik o'rindiqlarning hammani buzib etding. Bo'ldi. Doim ma'nuni vaqirayotgansiz. Men sizlarni deb shunday qilyapman-ku. Men uchun tantarbiya komitetida tayyor tamoq bor. O'zinglar xalqinglarni aytib berlar. Qandayroq bolam? Yana ag'riyotam-da. Hech qisi yo'q dada. Dada, yordamni shirtingga chaqni almashtirib olay. Dada, mana bu yakınlar çoğalkan hoşuna gitti. Hoşuna gitti? Bichara balam. Yurakingizning yana qo'zg'alibdi-da. Nima qarab sizlar chaqan ko'tarmamsizlar? Tiz bo'linglar. Ne gapirsizlar? Supida yotqizmamdim. Nimishqa yotqizsizlar? Doktorga olpamamsizlar? Ma'qul. Ne gapirsizlar? Motosiklet o'ltirgizamdiq. Motosikletdan yili bo'lmasa, meni qanday o'ltirdi? Kapsan bor. Tez mashina chaqirib kel. Mana, biz bular. Meni nimishqa ko'tarib oldinglar? Voy dada, Sadir o'shiq keldi. Qara, chaqan bo'l, supida yotqiz. Kel. Asta. Sadir akam o'shiq ketdi-da.
Bechara bolam. Xeyli yaxshi bo'lib qoldingmi? Sizlarning bu nim qilganinglar. Men bir mushaqqatda bir ko'pli tishir tayyorlagandim, lekin sizlar yo'q qilyaptinglar. Akrama ko'rib baqay. Bu yakinalar. Nima ki o? Qaranglar. Nima yezibdi? Boytaqlar oilasi. Yadımız her yak, tünde yadımız oyrak. Hecet mudrik mi do bir hoyni tüt boytak. Hecet mudrik mi do bir hoyni tüt boytak. Biz arayna kamra Kökkalliydi bir arman Esyadi hutun tatlak Kökkalliydi bir arman Arman Oy esyadi hutun tatlak Todaxun usta. Yaxshi turdilmi xo'shnam? Tinchlikmi? Hal so'rag'ingizga rahmat. Qadir. Avval ventilarni chingitib ber. Ustam, Dimot ustam ne ketdi? Ana o yerda. Ustam, Keldingizmi? ustam, velosipedni texchi remont qilmabdi-ku. Qanqa, sal to'xtab turing, hozirla o'ngshaymiz. Ventlarni chingitmabsan-ku. Chapsan bo'l, kulishni kel. Qanqiz, torimiz yaxshi tutmaydi ekan-a? Shundoq. Qadir, tiz bo'l. Mana. Men sana kulishni dedim, huddet. Ustam, tezroq yasab bergan bo'lsangiz. Aldirma. Pek aldirashishim batdi. Mana hazır tugaydi. Todaxun ustam. Todaxun ustam, suv turbam buzilib qolgandi. Suv eqib faqat to'xtamayotdi. Men hazır baray. Men. Oy ustam, men velosipedni akab qo'ygan xeyli kun bo'ldi. Oldida menikini o'xshab paslar. Kechiring ham qiz. Bu yoq bir tulla ayol, hech qanday uylanchik yo'q. Men beribdi kelaman. To'xtab turing. Jiro. Tul xudun, mening uylanchigim bo'ldigan bo'lsa, siz qayerga kelib yolvoratdimmi? Sizning eringiz yo'q ekanda. To'y qilmamsiz, yaxshi bo'ldi. Men to'y qilmagan. O'tab bergan eri, qovurganni egmay. Qadir, qiz nim deydi? O qiz meni tozimo qomat kishi yigitkansiz deydi. Seleni depkala deganda qildimi nima? O meni kuchli buqqa o'xshaytgansiz deydi. Men tahi qilayotgan o'xshaydi deb Yo'q, qo'rqaman. unda ish yo'q. Oy, Qadir, dadalari
Kuluşunu bəsun degəndi. Vay! Aliyama, bugün akşam qandaq olmasın, berişimiz gerek. Kadir akam onun çiliş müsabıqasını görüşünüzde bek kaplagan idi. Meni darvoz oldin saqlang, ma'qul. Hey, siz qaysi kuni Sadir akamga tanishtirmoqchi bo'lgan eri qiz bilan ko'risha oldingizmi? Xotirjam bo'ling, onun bilan ko'rishdim. Bugun Sadir akam bilan mush to'g'riliq so'zlashiman. Ma'qul, xo'shamsa. Bo'pti, endi shunday bo'lsin, xo'shamsa. Voy, nima olatdingiz? Bosh yog'lig'idan birini olay dedim. Nechi pul? 10 koy. Ko'k rangdan birini beraman. Ma'qul, men o'zingiz tanlayvering. Siz nima maqsadingiz? Do'konimizdan mal to'liq xalqingiz kirib tanlayvering, qani, kiring. Mushini olay. Ma'qul. Xo'shamsa. Nima olasiz? Pakistanning ipak raxtidan 3 metr alay. Mana bu Pakistandan ipak raxti, eli. Bana yana Mervayet'in 3 tizıq berin, yaxşıdan bolsun. Ma'qul. Qani, o'zingiz tanlayvering. Do'koningizdagi mollaringiz esilgan. O'zingizmi kelishgan yigitgansiz. Pulni topshirib etdim xeyli. Nimaga aldiraysiz? Sodigar degan mard keladi, sizni Mahira bo'ladi. Ishdan keyin sizni ziyorat qilg'ili kelaman. To'xtab turing Mahira. To'xtab turing. Gapimni angla. To'xta. Men sizga malni xato berib qo'yibdiman. Qappa xo'sh. Qalva. Sizdek bir xina uchrab qolganligimdan o'zimni pek musharraf his qilaman. O işte. Xo'sh. Kebaptın 30 lira. Mayen 30 lira. Yaxşı oldu. Sizlar o satanın çırağına dikkat qildinglarmi? Çırağı tartırıp ketdi. Hey, Davud, bu yoqqa chiqinglar. Mehmon keldi. Kiringlar. Mana. Mehmon kirib hadi. Kiribsizlar. Men boshqa buyurdim. Mayaqqa. Nima? Yaxshi oldu. Ma'qul, kelishdi qamisa. Qashqar tarafdan xabar kelgan amal menga xabar qilib o'taman. Ma'qul emsa. Hey! Davud, bu yer nima qilyapsiz? Senmi tan? Men bugün alaydan seni yo'qlab keldim. Qandiqroq? Hey, ma Erdo'cho tavasida bog'i, bir aschini bo'zaq qilsa, mana menga-da, qanda? Unda animaldan peli kesib yutma. Uqdimi? Voy. Men ketdim, 5-kunchisi menga-da, Xo'sh. Bugün meni tozimi nas bastida.
Sadir aka, deganlarimni unutib qolmang, a? Esingizda bo'lsin, u qizning ismi Xalida. Mana bu u qizning surati. Anladingizmi? U bugun kech soat 7 da Islom diniy instituti binosi oldida saqlamoqchi bo'lgan. Unutib qolmang, a? Men ketdim emsa. Xo'sh. Ey. Tuduka. Oy. Bu sılımıtla Mahmut Çaşkan ha? Yaxshimisiz, Tuduka? Qani ha, öy kireyli, öy kireyli. Mishada o'tasaqmi o'xshash. Yuqori chiqslar, chiqslar. Chiqslar. Mahmut Çaşkan, obdan tutulmu. Sizlar degan bizning aziz mehmonimiz. Bir ish bilan kelgan edim. Yo'ldan o'tgach kirib o'tay dedim. Obdan bo'pti. O'ylarimda cho'ng o'zgarish ketibdi-ku. Tas tanıyolmay qolarkanman. Ancha emas, maqtiqchilik yo'q. Hey, havo bek isib ketdi. Azroq tavuz eyli. Tuduka, bu Asla. Yaqindan beri nima ishlar bilan shug'ullanyaptilar? Pensiyaga chiqqandan beri uyda tikkuchilik qilyapman. Men 30 necha yil mashina haydabman. Oxiri pensiyaga chiqib oldim. Ishlab ko'nib qolibdi ekanman. Cho'ng rasidan bir remontxona ochib oldim. Bekor yurgicha bekor ishlaydigan gap bor emasmi? Hay, bu ishlarni. Qani asla. Ay, birodar, chochlarining tushib ketganiga qaraganda oilada bir ko'ngilsizlik yuz berdi. Bu qandaq? Yana shu bolalarning g'imi olmamdi. O'zlariga ma'lum. Bolalarning onasining qazo qilib ketganiga mana 14 yil bo'lib qoldi. Bolalarni o'zim yolg'iz cho'ng qildim. Buni osonga to'xtamadi sizlar. Bolalarmi bir-birlab ishga o'rinlashdi. Balog'atga yetib qoldi. Ularning to'y ishi uchun oz pul xarjlamayman deysizlar. O'zimni qo'shganda bu oilada 4 bo'ytoq bor. Haqlar bizni bo'ytoqlar oilasi deb oladi. Men qaraslar, hozir biror loyiq topmoq bek ters bo'lib ketdi. 3 o'g'limning birasimi hozirgacha to'y qilolmayotdi emasmi? Ay, anlashimcha, haliq bodek o'g'illari chelish daxili nom obdudak, bu rostmi, ha? Hey, birodar, o chelishdilar nom chiqarganning nimaga foydasi? O o'ziga biror loyiqmi topolmayotgan tursa. Cho'ng o'g'lim bu yil oliy maktabni bitirdi. Biroq u bekli yuvash. Ayatining kechgacha kitob ko'rishni biladi. Qizlar bilan berish kelishni qat'iy bilmaydi. 3-chi o'g'lim bo'lsa, akalarim o'yinni bo'lgandan keyin ondan bir gap bo'lar deb yuriydi. Menda nima amal bor deylar? O'y deganda biror ayol kishi bo'lmasa. Hozirgi yoshlarimiz biz qiyirlarga o'xshamaydi. G'am qilmasa Tuduka. Ular o'ziga loyiq tepishganda ishq oldinlariga o'zlari izlab kelishidi. Yaxshi, sizlar oldi bilan o'zlarini o'ylasizlar. Ay, meni o'ylama demoqchimisizlar? To'g'ri, uyda bir xotin kishi bo'lsa, bolalarni ochtamoqidimi g'am qilmaydilar. Uning ustiga o'zlari yashinib qoldilar. O'zlariga bir jo'ri akvagalar tuzuqu deyman. Hay, to'g'risizlar. Bolalarim taqa o'ylanmay turib, xerjanimda men o'ylanib olsam, qo'lim qo'shnilar meni nima deb qoladi? Hay, bu bo'lmasmiki? Men chiqib qarab boqay, ha. Uy. Tamoqlar tayyor bo'ldi. Kirib yavaslar. Hey, tas qoldi, sizlar otgan tosh mehmonning beshiga tekkili. Bayatin balla kapsizlik qilib tashatga o'xshaydi. Qani, tavuz asla. Qani, asla. Qani, asla. Men endi qaytay, bu muzoyilik bola otgan tosh. Mening beshimni yerib etmisin yana, ha? Xo'sh emasa. Hey Nadir! Ya Nadir! Ya Nadir to'xta! Ya to'xtana! Nima bo'ldi? Chafka! Hey, ne ko'rsa? Uyga. Ha, yaxshi bo'ldi. Men uyga qaytardim.
Sen düşüp ket. Akamı birden sayılı kılıp. Sen arak içmepsen, motosiklet ezsen bo'lmaydi. Men seni uyingga opirib qo'yay, bo'lamdi? Hey, motosiklet degende bizimiz setip alayımız Cuma. Fakat bir aylık kesem de oldu. Menin karametimle bir körüp. Yo'q, bo'lmaydi. Vaqt tutib qo'ysa. Qandaq? Bana ishonmayapsam sen. Akan qarg'ay bo'ladi ekan. Men Erdo'cha degan yerda bor-ku. Seni hech kim bo'zaq qilmaydi. Ha? Meni haydiganimni bir ko'rib baqa. Taqas bu. Kel. Cho'lta. Ketto. Ostra qayda? Ostra. Qo'y. Asta. Ostra qayda? Ostra qayda? Diqqat qil. Oldimda odam bor ekan. Ostra qayda? Ostra qayda? Adam baba! Motosikleti tuttu. Adam baba! Odam bormi? Yanga birini bo'lmagansiz, ha? Rahmat bolam, rahmat sana. Lükçek, numus qilmaydigan. Bizga chaqchaq qilatamsa, bizning opangdek adam, lükçek. Numussuz lükçek. Acha, bu ishni men qilmadim. Sen qilmading? Acha, motosikletni men haydamadim. Men haydamagan. O haydagandi. To'xtadayman. To'xtala, qechib ket, qo'lala. Tez qo'lala. Bana endi xo'p bo'ldimi? Keyrimiz qo'ldan keladi. Tez qochaylik, tez. Qara, nima qilma? Tez bo'l. To'xta! Nima bu? Neymiş kılıvatsı ya? Gel bu. Ben seni edin onu da beni kapasam. Vur düşecekler. Duruş. Vay. Minat kumdurum. Davut, bugun sen nim bo'lding, ha? Nim bo'pti men, ha? Sarani o'zli bo'psan-ku. Qandaq, motosikletda haydash mahoratim yo'qmi ekan, ha? Sen degan ufka, men degan aka. Güzel şehir, güzel kelajak, güzel. Siz Sadir bo'lamsiz? shundoq, men Sadir bo'laman. Men Yaxshi. Undaqda men bilaman. Eng yeni, eng nadir, sizlikka yuqori bo'lgan filmlarni ko'rmoqchi va tushirmoqchi bo'lsangiz, Shunqar sizlik film salonimizga qadam tashrif qiling. Salon izlash nomi Shunqar deyin. men demoqchi bo'lganim men Sadir. Do'stim, chaqchaq qilmayotgansan. Sadir degan men bo'laman. Yo'q, men Yürü. Tazın qiziq odamga. Shu emasmi? O'tiring. Qani choy iching. Bo'ladi. Tursun bir yerga chiqib ketdimi? Qaysi Tursun?
Yoluşunuz Tursuncu. Nima dedingiz? Men Tursunning savodishi bo'laman. Ismim Sadir. Qarimaydan yig'inga kelgan. Atigan uning telefon qilgandim. U agar men yo'q bo'lib qolsam, ayolim ishga oldi seni kutib oldi degandi. Ma'qul. Shundoq bo'lsin. Konkurs ishlarni men bag'anda o'rlashtirayli. Kiring. Mudir. Qodir. Keling, o'tiring. Ma'qulamsa shundoq bo'lsin. Xo'sh. O'tiring. Bugungi musobaqaga tayyorligingiz qanday? Chatoq yo'q. Bugun men sizni bir ish bilan chaqirtgandim. O'g'illikka Ko'rl oblasti bo'yicha chelish musobaqasi o'tkazilmoqchi. Sohibxon tarafning taklifi bo'yicha har qaysi mashq atratidan birdan tanarkacha avatilmoqchi. Chelish atratidan sizni berishni qaror qildik. Ahatli yo'lga chiqing. Qanday? Chatoq yo'q. Aliya, bu yoqqa chiqing. Tez bo'ling. Nadir, men chiqibli kerak. Chiqib kiram. Oy. Men qarang Aliya, chatoq bo'ldi. Yo'ldosh Qodir, bu qitim siz chempion bo'ldingiz. Ta'siriyotingizni so'zlab berasiz. Ta'sirot. Kechiringlar, menda so'zgidek eshitimi yo'q. Yo'ldosh Qodir, tomoshabinlar sizning bundan keyingi orzuyingiz to'g'risida bir ikki gap qilib berishingizni umid qilyapti. Mening umidim va qiziqadiganim xotin edish. O'zimga sodiq bir jo'ri tepish. Agar siz mening o'sha orzuyimni amalga oshishiga yordam qila olgan bo'lsangiz, sizdan bakmo minnatdor bo'lgan bo'lardim. Rost gapni qilsam, biz ishni buzib qo'ydik. Sadir akam qarab turib, o'sal ahvolga tushib qoldi. Xolidam Sadirning o'zini afv qilishini umid qilyapti. Ahvoldan qaraganda Sadir akam menga Xolidamni hargiz izlamaydi. O'tinib qolay uningga yana birini tanishtirib qo'ygan bo'lsa yaxshi bo'pti-ki. Qandaq? Yana birini tanishtiramdim. Undaq yaxshi qizni endi hargiz topolmaysizlar. Aliya, o'zingizga ma'lum, navada Sadir akamni o'lib etmasak, biz umr bo'yi xotinsiz yuraveramiz. Mening boshqalar xotin tunishtirganga vaqtim yo'q. Shunday qilgan bo'lsangiz, bizning oyni aytvorlik mehmoni bo'lgan bo'ladingiz. Yaxshimisizlar? Yaxshimisiz? Xo'sh. Qodir, bag'rash gulga berib baqqanmi? Yo'q, bo'lmagan. Yuringlar, yuqori chiqib o'tiraylik. Bugun havo nega yaxshi, ha? Hey, yigitlar. Yaxshimisizlar? Yaxshimisiz? Jiringlar. Yuringlar, yuqori chiqib o'tiraylik. Hey, yigitlar. Bugungi bo'sh vaqtimizdan foydalanib, Bag'rash ko'lini bir sayli qilib kelsak, qandoq deysizlar? Yaxshi bo'ldi. Mening bir taklifim bordi. Qandoq taklif? Menga bir motosikletim birini berib turgan bo'lsangiz, o'zim yolg'iz oilim kelgan bo'lsam. Chatoq yo'q. Ko'rdida motosiklet tepish degan oson gap, ha? Men birini tepib beray, ha?
Bana yeri. Vay can, vay. Adam bamu. Yo'las, Adam bamu. yo'las bu yoqqa kel. Endi o'g'irlar qilganchasilik qilolmaydi. Ödünüp qilay xon qiz. İştingizni tutib olgan bo'lsangiz. Sizni kim o'g'irlik qilsin debdi? Oy, men ishtim o'g'irlimidi? O'g'irlamadim deysiz-ku. Ayetki nima u? Bayida onun pulini qo'yib qo'ydim-ku. Xeyli mart o'g'irlik qilasiz. Meni to'la haqorat qilmasangiz, ha? Oy, oldi qil yo'las, oldi qil. Qapimay. Kimimni ilayotgan bo'lsangiz xon qiz. Kimimni ilayotgan bo'lsangiz. O'zingiz berib eling. U ishtingiz. Eling. Bo'pti, sizni kechiraytay. Ismingiz nima? Nerdan keldingiz? Bu yerda nima ish qilib yuryapsiz? Qaramoqmi? Faqat o'g'irga o'xshamaydi ekansiz. Shunda qizchaq, to'g'ri dedingiz. O'zingiz ismingiz kim bo'ladi? Fatima, siz bilan tanishib qolganligimdan intayin xo'shalman. Ishtingizni qo'llayotgan bo'lsangiz. Bo'lmaydi. Men yot odamlar bilan so'zlashayotganda u mendan bir qadammi ayrilmaydi. Agar boshqalar menga xavf yetkazmasa, u mu boshqalarga xavf yetkazmaydi. Siz qo'rqmang. Özümni tanıştırıp ötey. Mening ismim Qodir. Çeliş tanargatsi. Belki bu ismni siz mi anlagan bo'lishingiz mumkin. Faqat anglab baxmabdiman. Qaraganda siz gazet jurnallarni o'qimayotgansizda. Albatta o'qiyman. Mening ish izlarim doim degidek gazet jurnallarda e'lon qilinib turdi. Har kuni degidek besilib turdi. Ko'mabdikanman. Men gazet jurnallardan faqat o'zimga yarg'anli maqolalarni tanlab o'qiyman. Mondaqda siz örümcek berib baqqanmi? Yo'q.
Siz hakikaten kelishgan qiz kelsiz. Acaba siz Urumchiga berishni xohlamamsiz? O yer bakmi güzel bir shahar. Qandaq baraman? Rostli berish niyatingiz bo'lsa, mana men og'ish ketay. Gapning chiroyliligini Urumchiga beroylibla meni tonimas bo'lib olasiz? Yo'q, hargiz unda qilmayman. Men sizni jahondagi eng go'zal joylarga olib o'yintib kelaman. Ismingiz nima edi? Fatima. Rost aytaman Fatima. Siz agar Urumchiga borsangizlar shu chog'da men Qodirning jamiyatga nom obro'yimni tushungan bo'lardingiz. Mengacha nom ataqning keragi yo'q. Sizga nima kerak? Gap qilsangiz-chi. Mengacha qavul summatliq er kerak. Mana ko'rdingizmi? Mau qavul bilaklarni. Biz qizlarningcha sizlar arlanmaydigan amalimiz bor. Masalan, meni ishqitol etish shundaqmi? Ha? So'zalamsiz, beliq tutalamsiz. O degan qanchalik ishdi. So'zlish beliq tutish deganni kim bilmaydi? Odat kishilar u. Undaq bo'lsa yaxshi. Qiyiq ustidagi odamni ko'rdingizmi? Qiyiqni haydab berib, tornishini qaptirib bering. Meni da'vatamsiz. Odat kishida atatdingizmi? To'g'ri, odat kishilar. Menga bering. Eringlar. Adam baba! Dada! Dada beni suya düşkəndi! Dada! Kaldır beni! İklas para! Kader! Kader! Senden şüphera! Ulan akka, kız bu. Yürü. Tata. Sen kosurunu bas. Ben kutumu götüreyim. Sonu yandırıyorsun. Anladım. Kosundan basay. Sonu yandırıyorsun. O nereden geptiken? Urumchidan sayatga ketdikan. Ha? O qanday qilib sochib ketdi? U menga qiyiq haydash degan odatga ishgandi. Kerak yo'q, yaxshi qoladi. Dada, o eshik keldi. Dada, biz mush yerda shuncha yillardan beri beliq tutib yuribdimiz, lekin azaldan bundoq cho'ngliqni tutib boqmabdimiz. Ben qaytay. Bugun kechdi bizning yig'ilishimiz bordi. Men qaytay. Xo'shamsa. Qodir! Xo'sh. Qodir! Xo'sh. Qodir, to'xtab turing. Qodir! Qodir! Xayr xo'sh.
Kadir! Kulunuz! Hoy! Yaxshimisiz? Yaxshimisiz Aliye? Bu yerga kelib qolibsiz-ku. Men sizga xush xabar keldim. Men yana bir yangi nishonni bayqadim. Bo'ldi qiling Aliye. Qizlar ko'rsamlar, yuragim og'zimga tiqilib qilib, qizlarga gaplanmay qoldi ekanman. Bugun siz bilan yuz ko'rishgan qizning ismi Turnisagul. Ishdan tushgandan keyin men u qizni boshlab kelaman. Bundaqda qanaq bo'la? Xijil bo'ldi nimasi bor? Oldida ko'rishib boshqamamsizlar. Alsam o'tganda Rayhon bilan yuz ko'rishganda ara 2 soatda birga bo'libsiz. U sizga 3 turlik savol qo'ysa bir og'iz gap bilan javob beribsiz. O'g'il deganda undaqmi tatinchoq bo'lamdi? Bilaman. Qizlar bilan muhabbatlashganda o'g'illar tashabbuskor bo'lish kerak. Biroq men qizlarni ko'rsamlar, buni kiyversangiz bir umr xotin olamaysiz juma. O'g'il bal degan bag'u qizlarni ko'rsa tashabbuskor qilib bo'ladigan. Unda qizlarni ko'rsangizda beshingizni ishingizga tiqib olsangiz, qizlar sizni qandoqmi yarassin? men Rahmet. Apa, bunga qarang, buraq bo'ladi ekan-a? Senga yaroqli bo'ldi. Menga yaradi. Aliye! Bugün dam oldingizmi, ha? Yo'q, opamni doktorga olib bordim. Opangiz qani? Ikkimizni hijil bo'lib qolmasin deb qolgandi. Shundaqmi? Yo'q, qani, buni yana. Ilim. Hey, Mo'shulikcha shu. sen bu ayolni tanımsa? Yaxshi. Bu ishni men qilmagan. Ben bilmem. Bu ne? Aliye. Opa, qandoq gap? Opa, bu heliqni motosiklet minib bizni qo'lganlikcha shu kuni men uyga qaytib to'g'ri 4 kun o'rib bitib qoldim. U ko'p kunduzni tap tatmasdan oldimni to'sdi texi. Opa, nimalar deydigansiz? Ha, nima deysan? Siz har yili ilg'or o'qituvchi bo'lamsiz? shundaq. Meni yaxshi ko'rsiz. Men kitobni yaxshi ko'raman. Bu oddiy bo'lgan. Ko'rdingizmi bo'lamsiz? Ha? Meni qo'rqitdingiz. Kam. Çay iç. Oy! Ben qasdan qildaqamadim. Kechirim, men surtib. Bo'ldi. Qo'lingiz doim titraydi. Yo'q, hayotdan boshlabla mushundaq titraydigan bo'lib qoldi. Doktor ko'rinib baxsangiz o'g'rik. Öybek issiqqana. Rahmat deysiz. Derizni içmesi qandoq? Haqma. Oy can. Oy. Kim bo'ldi? Rahmat. Bu o'rindiq. Men berib derizni ichib. Qizg'in, tashabbuskor bo'lib. Qani. Tatınma. Elang. Tatınma. Elang. Aynan eres çataqmı nima? Tatınma deyman. Elang. Tatınma. Men yaxshi qaytay. Hey.
Hey, tudağınızlar. Nima qilyapsizlar? Mashinasini so'ratyapman. Ben bayroqda saqlagan xotiraning nerdan chiqqansiga akirib ketayotganligini ko'rib qoldim. Qachon dedin? Tek yediroqda. Rasmi? Ishonmaysiz, o'zingiz bir qarab beqing. Bu vazifa sizlarning bu. Azroq ishim chiqib qoldi. 10 minut ishlarsam bo'pti-ku, bulamda. Aka, men sizga nima? Men bu mashina egisi hozir sayman lozim bo'lib qoldi. Bo'pti. Tezroq qayda kelasiz, ha? Rahmat usta. Qo'shdi bog'u. To'g'ri. Tizjakka. Qani, ichaylik. Qani. Hey, tağa. Siz bir iş olmagandı. 小兄弟，谢谢了，不客气，不客气。哎，小兄弟，能不能再帮个忙，把自行车从水里捞出来？我们要到库车去，在这儿搭便车，这个忙我们帮不了了啊。小兄弟，如果你们帮忙的话，我的车就在那儿，只要你们把我的自行车从水里捞出来，我会让你们搭便车的。那好吧，我们就给你帮这个忙。谢谢了，兄弟啊，谢谢。小心点儿，慢，小心点儿啊！轻点儿，那车可是我借的。哎呀，没事儿。老师傅接着。哎呀，好。谢谢，太谢谢了。哎，老师傅啊，您的汽车呢？就在那边2个年轻人喝酒的背后啊。好，去吧，我马上回来。这下行了，不用求人了，这个忙帮得值得。哎，停下！你师傅哪儿去了？哪个师傅？就是那个老师傅。什么老师傅、小师傅的？就那个老师傅嘛！你过一会儿，快去，不许拉车！你这个人，你们都给我下来！你接着。是老师傅。什么老师傅、小师傅的？不像话了！快点下来，听见没有？干嘛看那小样？哎呀，老师傅让不上就上。告诉你们，再不下来，送你们到交通井那去！下去。交通井。哎呀，大哥，抓紧车厢！我搞的。你们俩怎么下去了？塞着没有？我叫你们给我下去！你给我下来！干什么你？你干什么你？不是我，不像话！我今天谁也不让摔我呀你！啊？干什么你啊？来了，他要打人，看看吧，就是他。哎呀，情况就是这样。自行车的号码是多少？4201。再见，谢谢了，谢谢了，别客气。不管怎么说，进派出所名声总不好听，别人听了会怎么想？那怕什么？事情不都讲清楚了吗？别人可不这么想。今后啊，你少跟这种人来往。马上跟我回家去。站住！跟我们走吧。上哪儿？去派出所。走吧。纳德尔，你又闯什么祸了？我。Sadir balam. Dadillari. Nim bo'pti? Dadillari u. Dadam nim bo'pti? Dadillari u. Voy dadamga nim bo'pti? Voy Qodir balam, keldingmi?
Dadalarını nenden sakçıqansı Nima chiqo? Tez bo'lsinlar. Voy, nima qilganda? Mana. Bizga tiqamisa. Rabiyacha uy qarab qo'yasiz. Ey, Ostarahmin. Nima sho'p ketganlar? Yo'ldosh, men bu kitoblarni oriyatga olgan. Qaytib keldingizmi dada? Ha, qaytib keldim. Ey, sen nima ish qilmamiding? Nega? Salih axunning to'yiga-chi? O, abba, unutib qolibman emasmi? Ikki akang u yerda xarid yotgan yerim kun bo'ldi. Hech bo'lmaganda sen berib ko'rinib qo'ygan. Tushdagi muhim bir savdo ishim bor-da. Men kech qolib qarab baqay-a. Qara, seni. Shunchalik muhim ishmi u? O'rimchidagi birdan bir tuxunimiz bo'lsa, sen bormasan bo'lmaydi. Kechiring dada, men rostlik o to'yga boramayman. Bugungi bu fursat men uchun oltindan qimmat tursa, men qanday boraman? Hey, ne ko'rsa? To'xta deymi? Kechiring dada, xo'sh emsa? Hey balam, sen pulni deb tuqqanlarimni kechib ketsan bo'lmaydi. Sen bilamsan, men mush yashimda seni deb saqchixonagim kirib chiqqan tursam. Hey, bu ballamiz. Oy, Rabihan, siz bittiniz. Qani, ishga kiring. O'sha yerda o'tir. Qanamiz, o'tiring. Kiyimlarini yuyib quritib qo'ygan. Sizni avvar qilibdiman. G'ijil bo'lib o'taman. Chiroylarga nima bo'ldi? Bo'lakchilig'i. Xalqlarning to'y qilganini ko'rib, ko'nglim bo'lakchil bo'lib ketib qoldi. Tudaxun, nima bo'ldi sizlarga? Menimcha, ikkimizning to'y ishinimi? Davatgan gapini. Sizlar-chi oldida shu atvolik 3 o'g'illarni o'ylab bo'lib andindisizlar. Ey, Rabihan, men oldin boshlanib bu piramikin deyman. Shunda qilsam, u 3 so'ldak yurakliroq bo'lamikin deyman. Qayerlar? Abiya qiz. Ko'zlari to'rilishib qoldimi, meni qizlar o'xshatdilar-ku. Yana birdam o'ltirsin-chi. Taqmaydigan. Siz hozirmi kutubxonada ishlayapsiz? Shundoq. Men. Hay, to'xtang. Men kutubxonada ishlayman. Siz ariyat olgan kitoblarni qaytirib olg'ili keldim. Men o kitoblarning netisini uyda unutib qolib ekanman. O'tiring. Siz jami 4 tane kitap ariyat qapsiz. Shundoq. 2 kunga qolmay qaytirib berishingiz kerak. Ma'qul. Hey. O'zi qo'pol bo'g'ini bilan xeyli qamlashgan qiz ekan, ha? Bilaman, siz mendan yilimi xafa bo'lyapsiz. Ikkimiz buni yuz ko'rishib baxmaganligimiz uchun men boshqa birisini sizga o'xshatib qilib, uqishmasdan uyga boshlab qo'yibdiman. Mening kasobatimdan siz bir qatam haqorat qilindingiz. Ammo men sizning bilimlik ham aniq bir yosh ekanligingizga ishonaman. Ikkimizning bundan keyingi munosabatimizning mayli qanday bo'lishidan qat'iy nazar, men sizning meni afv qilganligingizga ishonaman. Xolida. Chiroyli qilasiz, Ko'rib baqaylik-chi.
Voy, ajab chiroyliqkan go, ko'rib baqay. Nimandaq chiroyliq. Nereden aldыңlar? Tönkörükteki Nadir isimli bir ticaretçi bizge ötünüp verdi. Metro qanchkan? Arzal eli aldık. Ha, ajab talyanlar keldi. O özüm chiroyliq bo'g'ashqa Nadir azali bervetdi. Özüne kirişken yigitken. Sizlarmi ochiq yo'riq bo'g'ashqa og'ansizlar? Ajab talyanlar ketdi. Ay. Rahmat chiroyliqkan. Helelikçi mi bu? Bey, Aliyama, ben Nadir. Bey, bey. Gez kırma, gezet. Gel sen çıkışa kara. Dünyadaki gezlerinin hemmisini kökü götürüp atıdı. Bu shunday qo'layveradigan bo'lsa, oxir buning qizini birini tanishtiramda deke, ha? Çokumuz satımen çokumuz. Çokumuzdan birini verin ha. Hey, Fukam. Sen ma binada oturduğun Aliye edeşini tanım sen ha? Tanıyım. 3. kavatta oturdu. Ondaq bozbaq o, sen muş xətti öz qolun bilen şu edeş yetkizbegin ha? Maqul. Başqısıga herkes bəhməcəm o. Sen kaçıp çıkan dike Eng bağına kini eng yoğun nadir tutumuz epey sizlikka bulandı. yuqori bo'lgan filmlarni ko'rmoqchi va tushirmoqchi bo'lsangiz, Shunqar sizlik film salonimizga qadam tashrif qiling. Salon izlash nomi Shunqar deyin. Hey balam, sen Tudaxun'un oğluğu deymen, ha? Üzünüz. Sen beni tanımaysan, sen Tudaxun'un 3. oğluğu deymen. Mən dadır bunu mən tağa. Ben dadanın ağaynısı. Uxtun mu? Uxtum. Ben dadanın yakın ağaynısı. Sen beni tanımaysan, sen küçük vaxtında ben sana oyuncaq ve kempitlerini epirdiğen Tağa Mahmut oldu ben. Oo, Mehmet tağam siz bulur iken sizde. Bu yerde neymiş kılıvatsa? Birisini saklavatkan. Öykürüp get. Mana şu. Kene. Kene otur. Tatılma ha. Otur. Ben kırıp çıkay. Apsi. Apsi. Tatılma azadı oturayım. Hey apsi. Oy, Ağır olma. Otur ha. Otur. Boladı. Ben çıktı kirey. Bu. Uy. Nimişim gitti. Başınıza. Badan toplam dışında, söyle yarım kışımda. Badan toplam dışında, söyle yarım kışımda. Söyle yarım kışımda. Sen nima deb jo'rayapsan? Dada, beni pişirip koygandım, hep çıkay ya.
Hey. Mana keldi. Qani ya. Hey, bugün sana nima bo'ldi? Yine naqsh etsan, yine sakrab yursan go. Dada, ishdan sirtqa o'yin tayyorlayotgandik. Shunga mashq qilyapman. Qani, ag'ish o'tirib. Yaxshimisizlar? Yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Ey kiraylar. Qani, ey kiring. Sadir aka. Mobillikni ishkinglar tetib boqamsizlar. Bo'ldi. Rahmat, bo'ldi. Oy. Dada, Sadir akam qachaladim bu qizol bilan tanishib qoldi. O'zdan so'ramamsa. Yaxshimisizlar? Yaxshimisizlar? Yaxshimisiz? Men mana. Hey, tomoq yeb qayta. Bo'ldi. Hey jigit, tomoq yepamamsiz. Rahmat. Rahmat. Bu beliq rost o'xshabdi. Aka, ko'rliq berib, bek sabrib ketibsan-ku. Hey, sen pul bergini bilan menga qomat berdi. Qomat. Dada, dasturxoningiz mol bo'lsin. Men sizga atar 2 kilo tomir kafe olib keldim. Siz xafa bo'lmang, ha? Men Sali akamning to'yiga boramaganligim uchun undan afv so'radim, u meni kechirib etdi. Shu kuni topgan pulimga men akamga tap motosiklet olib keldim. Shundaqmi? Qani ko'rib baqa. Hamdi yaxshi bo'ldi. Hammanglarning birdan motosiklet bor bo'ldi. Hey, akam qani? Hey, Sadir akam-chu. Kiringlar baldirim, kiringlar. Qani, ey kiringlar. Yaxshimisizlar? Ey kiringlar. Ay, dada, nima qarayapsiz? Motosiklet qarayapman. Tatınmay elim. Tatınmayman. Ruskin. Bu nim kitap? Roski. Qandaq ma'na? Rost kitap. Rostcha. Bu kitobni o'qib tushuna olamsiz? Ba'zida lug'atni oqtirib yurib o'qib ketaman. İngliz tilida mushtaq so'z bo'ladigan. To'g'ri. Yezilishi bilan o'qilishi o'xshamaydi. Stro degan bu so'z rus tilida tarix va hikoya degan ma'noda, balki ingliz tilida bir-biriga o'xshamaydigan lug'at ma'noda. İngliz tili, fransuz tili, rus tilida bunda ko'chma hadislar intayin umumlashgan. Men sizdan tanishishdan burun siz yozgan she'rlarni o'qigan. Rostimni aytsam, siz yozgan she'rlarni pek yaxshi ko'raman. Siz yozgan rengarang dunyo va Tangri degan bu ikki she'ringizni yodlab oldim. Qaltis yaxshi yozilgan she'r ekan. Men sizning tunji sodiq o'qirmanlaringizdan bo'lishni xohlayman. Sadir, nima bo'ldingiz? O'ylamabdiman. Dunyoda mening she'rlarimni yoqtirib o'qiydigan qizlar bor ekan. Sadir, kechda meni yotiqimga bering. Kutubxonada yotoq bo'lmag'achqa, hozircha Islom institutidagi do'stlarimning yotig'ida yetyapman. Siz meni xato tunib qolmagansiz? Yo'q, bu ketim hargiz xato tunib qolmayman.
Nadir, hoş geldin. Vaxtınız bu sizin berip turasiz. Nadir, hoş geldin. Bolada, men boraman. Hoş emsa. Hoş buldum. Rastı möcüze, möcüze. Dastıkan sanmamsız Rabia. Nima, qo'saqlari echibdi-da? Ay. Vallahi bunu bana ağaç keptiken, sizge sıkınıp ağaç geldim. Bunun da mı tetip pekken? Oy, rahmat. Çay damlab beray, ya. Bo'ldi, avar olma. Damlab beray. Ma'qul. Odat qizlarni ko'zi qizirib ketadigan sodir, qizlarni uyga akirgidek bo'pti-da. Onun mening o'g'lim ekanligini unutib qolmasligingiz kerak. Voy, Qodirmi sizlarning o'g'illari-ku. Hay, uning gapini qilmang. U men qiyirchilikim bo'larmidi? Qandaq bo'lsa bo'ladi? Mening o bodak o'g'lim uyda o'xtatib o'ltirdi. Men bo'lsam bu yerda muhabbatlashib, ko'ngil ichib o'ltirman emasmi? O o'g'lim menchilikmi bo'larmidi? O'g'illari haraqni chiqishib qo'ydimi qandaq? Bo'ldi, bu gapni qilishmaydi. Menga yashtun bir nelasizlar. Nima? Nima dedilar? Voy, mening belim og'rib ketib bordi. Biroz orom edi ular, ya. Voy, kech kirib qoldi. Uylari kirib aramasizlar, ha? Yana bir qitim soqchiga kirib chiqilar bormi ya? Bo'lsizlar. Qo'shlar. Uylariga kirib aramasizlar, ha? Ayollarning hiyli sulujumu, bo'ladi. Men hozirlik qaytay, ha? Ma'qul. Mana deb. Bundan keyin men hargiz aslimizlar. Ha? Men ketdim. Dadam, akam, inim, hammasının layığı var. Mende bir çelişmayırla tenha kaldı. Kadir, zihnini bir yer yık. Bugün sana ne oldu?
Nemish qarshi tarafning putini bo'shib tutsan degan gaplarimni esingdimi? İnkasını tez qil. Qarshi tarafga hargiz rahim qilma. Bula, chaqa bu. Mashqat. Ha, yaxshi. 10 minut aramayinglar. Hey, kelinglar. Eng yangi xabar. Urumchi loyiq tunishtirish o'rni bu yil eng zo'r natijalarga erishdi. Navbatda yana bir qancha loyiq tunishtirish o'rni g'alabalik qurildi. Ko'rdinglarmi? Ha? Qodir, sen mushaga bosan bo'lmamdi? Ha? Hey, ular sen uchun xizmat qiladi. Mushaga bosan, sen yaxshi xotinlarni topa olaysan, ha? Og'zingni shum. Hey, sen meni Qodir bo'lmaysan, ko'radim sen, ha? Qo'ydinglar-ku. Sen meni to'la haqoratlama. Og'zingni choq etib gap qil, uqdingmi? Ha? Hey, Qodir, meni kechirgin. Buncho'la qopib ketishini o'ylamabdiman. Har qaysondan bundan boshqa choq chiqimi yo'qmi, ha? Hey, Qodir. Nima ish bo'ldi? Birisi motosiklet bilan urib yetib qochib ketibdi. Mahmud aka. Siz qarab turing, men mashina chaqirib kelay. Mashina to'xtating. Asta. Mashina to'xtating. Nima bo'ldi? Shoprosdan biz yaralangan-da, doktorxonaga olib chiqmagan bo'lsangiz. Ma'qul. Ha, yo'lni bo'shtinglar. Kiraylar. Avaylanglar. Ay. Oy dadısı, senin imandaq baxtsiz, gözlerini içip bana bir qarısıcı. Ensirməkdənlik emas, onu biraz teniş qoyunlar. Bu zatı neymiş? Motosiklet mingen bir yigit, onu soqib etibdi. Ölgürlükcek, buraya onundan. Sen neymiş ki bunda kılısan, bizden aile bilen neymiş ki xeyirsen. Ya, gipimni alsınız şu. Zaten neymiş ki xeyirsen. Asta. Ha? Tapaka, sen neymiş ki bizden xeyirsen kılısan. Ölgür. Oldu kısa. Ölgür. Ölgürlükcek. Yo'ldishingizni boshqalar so'qib etgan. Bu yigit yordamlashib, yo'ldishingizni doktorxonaga etkapti. Nima? Ay. Qarasınız bodakni. Uni o'zi yog'da turib xonaq chiqib ketgandi. Yoqtirib qolgan bo'lsang, salqinlashtirib qo'yaymi? U hiliqi chilish mayri qadir bo'ladi. U chilish mayri xuddi iyib o'xshashda tasgan. U cho'qini seni yoqtirib qolgan gap. Qaratayotgan gapingni. Marhamat. Tansi o'ynagan bo'lsa. O'zimizni bo'sh chaqlamanglar. Shundaqmi? U ilgari usul chikandiq. Sizlar ishonmaysizlar? Ishonmaymiz. Qadam usulchi bo'lasizlar. Shundaymi? Ishlaymi? Hey, qaranglar biz taraf qarab kelyapti. Juringlar.
Merhamet. Ağzı osanlaştı ha. Sizler quruq shon-shar etgansizlar. Sizlarga hech qanday qiz bola qiziqmaydi ekan. Endi sizlarning nima keraginglar? Stansimizden Elican xabar qiladi. Yaqinda Kucha nahisida eg'ir kelkin ofat yuz berdi. Shahrimizdagi har qaysi idoralar va har qaysi emgak namunchilari yordamga bordi. Yakki tijoratchi Nadir Kucha nahilik Bo'ston boshlang'ich maktabining sinflarini kelkin vayron qilib atganligini anglab 6000 yuan iyon qildi. Yo'ldosh Nadir, Bo'ston boshlang'ich maktabiga 6000 yuan naqd pul iyon qilganingizning sababi nima? Mandaq. Men Bo'ston boshlang'ich maktabininki kelkin ofatiga uchraganligini anglab, bakmo bearam bo'ldim. Men kichigimda yaxshi o'qiganmagan, tijorat bilan shug'ullangandan keyin o'zimning savirimning noiti tuvan ekanligini his qildim. Navbatda o'smirlarning bilim egallashi eng muhim masala. Shunga men bu xabarni anglab, maktabga pul iyon qilishni o'yladim. Pul iyon qilishdan burun ideyarimda sal-pal davolg'ush paydo bo'ldi. Men burildi sana. Uningdan kechirim so'radigandim-ku, lekin sen faqatla anlamading. Endi ko'rgansan, Tudaxun bolalarni qandoq tarbiyalabdi, lekin sen-chu nurg'un kechirgisiz ishlarni qilding. Agar seni diningdek bo'lsa, ofat yuz bergan o'ringa nurg'un pul iyon qilamdi. Afsus, to'lima, afsus. Odamning ichi serildi dang-a. Nemishqa? Nemishqa odamsiz? Albatta shu 6000 qo'yg'ida. Nimalarni deb yuriydigansan? Biz boldurroq qo'limizni ishlatgan bo'lsak, shu 6000 qo'yning oshqichi qizimizning qo'lda bo'lgan bo'ladi. Hey, hamoqat xotin. Sen qalayimqon xiyolot bo'lmay, haqqa qandoq yuz kelishni o'ylash qiyin. Dada, Nadir 6000 qo'y to'g'riliq. Siz bilan paranglashganmidi? Menga degan. Shu 6000 qo'y pul bo'lgan bo'lsa, Sadirning to'y ishini mo hal qilib olgan bo'lardik. Qandoq dedim dada? ishdan sirtqa o'yin qo'ydigan ishingda qandoq bo'lib ketdi? Tamamlandi. Onundan yaxshi asarlarni tanlab chiqib, musobaqaga qatnashtirmoqchi bo'ldi. Onundan mening bu numarimni tanlab oldi. Rasma? Ras. At biletin birini akilay, ber ko'rib kelar. Ma'qul. Qadir, mumkin bo'lsa, bir ishkil xushbag'ash kerak. Bo'ladi.
Korni vakillar uyiga. Korni vakillar uyiga qayerda? Ha? Mana bu yerda. Ya'ni 2 nomerdan keyin navbat sizga kiradi. Obdan tayyorlik qiling, ha? Ma'qul. Voy. Ahmadjon, nima bo'ldingiz? Peshtoqdan chiqishcha putim qorilib ketdi. Astag'firullah. Korni vakillar uyiga. Korni vakillar uyiga navbat sizlarga keldi. Maydonga chiqinglar. Ahmadjonning puti qayrilib ketibdi ekan. Faqat menga olmayotdi. Nima? Faqat amal qilib bo'lmanda. Bo'lmaydi. Bak og'rib ketyapti. Astag'firullah. Nomerni almashtirsa, qalaymi qanchalik bo'lmadi. Sizlarni qanday nomerdi? Qo'sh kishilik lapar o'rinlaydik. Faqat amal qilib bo'lmadi. Hey, men sizlarga yaxshi bir yordam istab beray bo'lamda. Qayerda? Vebsiz qanda? Tez, chopsan. Ha, Qadir. Sen günümünü yutsan o. Neymiş Fatih? Mühim bir iş var. Şuna, siz bula. Bula. Hoşam sen. Qandoq? 5 minut ciddiy olamsan. Yo'q, ciddiy olmayman. Bak og'riyotir. Bo'ldi, hisob yordam qilgin. Sen o'ynayalasan, sen uning ustiga o'ynab bir tayyorligim bo'lmasa, men qandoq o'ynayalayman? Uning ustiga o'qisam so'ramasan. Bo'ldi qila. Sen o'ynayalasan. Qadir. Fatima. Mening yuzimni qilib bo'lsimi ma'quldang? Aslida ham qirilishadigan qiz sizmidingiz? Bo'ladi. Kiyimni olib keling. Chapsan bo'la. Tez kiyimni selang. Voy. Tövendeki numar qo'sh kishilik usul. Uchrashish. Baynig'ulun Mo'ng'ul Abnom oblastidan Fatima, tantarbiya komiteti, ishdan sirtqi o'makdan Qadir qatorliqlar o'rinlaydi. Qadirning numari tex tugmabdi-da. Qaraganda yangi nomer bor o'xshaydi. Bu kiyim kichik kelib qoldi. Bundaq sahnaga chiqsam qandoq bo'ladi? Bo'lmaydi. Adgina. Nahayat qizg'ardi bo'ladi. Chiqa. Bo'la. Bundaq chiqsam qandoq bo'ladi? Qodir, qara, parda ichilib ketdi. Men To'g'ri qildi. Nimada qamlash bilan kim kiyib oldi? Qarang olmayapti. Artist degancha oshundoq kiyinadi. Hayron qolmang. Jiddiylashmang, g'ayratli bo'ling. Bir qiz botdi. Men uni intayin yaxshi ko'rib qoldim. Uning uchun sarang bo'lib qolay dedim. Hatto kiyimimni qandoq kiyishni unutilib qoldim. Mana bu inimning kiyimini kiyib keldim. Agarda Fatimani topolmasam, Rasululloh ilishib qoladigan o'xshayman. Uni sizlar ko'rganmi? Sizlar uni uchratmasalar, soatli tonimaysizlar. Fatima! Hey Fatima! Hey, qaranglar, u boshib etdi. Hey Fatima! Qaranglar, Fatima men qarab kelyapti. Hey Fatima! Sırasmanda men siz bilen köl boyda idim. Nefsim kıldı cemaliniz oy mekin dedim. Meni sizni kunje ko'rib, qurqanimdan abdinimdan davrimizda runoq qolqanman. Mekin dedim. Nima dediniz? Boymikin dedim. Manda da. Gözüm kol, kuyumuzda orman. Men sizni yana kürsem daydığa.
Şundan beri arzuyum şu kalbimde gülhan. Üstünüzni yana bir ret görsem deydigan. Bana kayda asırarsa, bana emri asırarsa, eyting amiri getdi sana, bana deydigan, bana deydigan. Bommandıgan. Siz bilen toy kısam deydigan. Gapni mushunda qilamdi, beshsin yeydigan. Dərsli sal qoxdum. Keyin sizni ko'rgandan keyin jon kirdi. Qandaq, men bularni tikaman. Bak yaxshi o'yindingiz. Menga cho'ng yordam qildingiz jimi? Hay, bu qanchalik ishdi? Kunlar texi uzun. Keyin meni texmi yaxshi tushunib qolasiz. Nima degan go'zal. Uyingizga iliq ish bormi? Ba. Basam u meni yana tishlami? Bilmayman. U meni bu daqiqadan bo'lsam cho'qim tishlamaydi. Hatingizdan bak eshib ketsangiz tishlab oladi. Siz menga Urumchiga borsangiz eng manzarali joylarga apirib o'ynab kelman degandingiz. Shundoq. Atdan boshlab siz uchun xizmat qilishga tayyorman. Xolsangiz narsam degandek yerlarga apirib o'ynab akilaman. Rasma? Bek yaxshi oldi. Ay, tuz qilib nima ish qilasiz? Xayr, xo'sh. Men bugungi bu go'zal kechani mangu unutib qolmayman. Texi boldirg'u. Nimaga oldiraysiz? Kech kirib ketdi. Qaytmasam bo'lmaydi. Mo'shundoqlik ketib qolamsiz. Xayr, xo'sh. Hey! Fatima! Hey! Qani asla ha. Asla ha. Tatınmay bavzur o'tdi asla ha. Qani. Adam, evet mislirmi? Biz o'zimiz kelaverdik. Ay, men sizning keldiganliklarini anlab, bu yoqni ekilib oldim. Burdaka, xapomislar. Nadirni tunumag'anlikdan mushundaq uqishmaslik kelib chiqdi. Appu so'rayman. Kerak yo'q. Hanuz o'z odam emasmi? Ha? Nadirmi kep qoldi. Qani elama. Ay, Nadir, kelib mehmonlarga salom bergin. Hey, bu balınıza Neresinden adışıp kaldın değil mi? Hiç kısı yok. Gap qilma, Hiç mı adışıp kalmadı. Fakat bu hamrayımdan korkwatıdı. Boldu. İşki ailenin işi muşundaq bittämese. Qahan işler ballarına işip kaldı. Qadir hajab chiqmaydi o. Sizga yeydigan bir narsa tayyorlayapti, ha? Neçəndəydiğiniz? Kader. Ne varsılar? Bu dükülük çıkıp oynap gelmekçi. Veriver. Dada, boğaz kileleriniz teşin saxlap turadıdı. Çıkıp ulanı körüp bakmazsınız. Gördüğün fırsat yok. Sen veriver gel. Bana. Boladı. Kadir, yediğin narsa ilib oldun mu? İlib oldim. Bana ayli. Bana ayli.
Mağdı kardeşim. Kim oturun ha? Kim oturun ha? Mağdı. Eng yeni, eng nadir, sözlükte yuqori bo'lgan filmlarni ko'rmoqchi va tushirmoqchi bo'lsangiz, Shunqar sözlük film salonimizga qadam tashrif qiling. Salon izlash nomi Shunqar deyin. Hechmi, o'g'illarning hammasi loyiq tepibdi-da. Shundaq. O'g'illarimning hammasi ko'ngildagi mashqlari bilan xo'shal-xo'ram o'ynag'ilman işte. Endi bo'ytaqlar oilasi degan bu qalpoqni cho'ri etibsizlar-da. Endi o'zlarichi? Mana oldinda turmamdi. Bizmi ularga o'xshash she'rni o'tkazimiz texe. To'lib atmısılar, karomatlari bo'lsa, balalarga o'xshash xo'shal-xo'ram o'ynamamlar. Hey. To'g'ri deysiz. Bizmi bir yoq berib o'ynab kelmaydimi? Biz? Ha? Balalarning hammasi bo'ldi-kuliga o'ynab ketdi. Biz narsang chiqib o'ynab kiraylik. Hay, qo'ysizlar, shuncha yosh kirib qolganda sat turmamdi. Hey, siz burun narsang chiqib baqqanmi? Yo'q. Anda qo'sa, chapsan tayyor bo'ling. Rost boramdoq? Rost bor emas. Muhabbat degan ajoyib narsa ekan. Mana bu haqiqiy muhabbat. Usul o'qishga o'tiringlar. Qani. Qadir, musiqiletni bek tez haydaydi ekansiz. Meni bak qo'rqitibman, ben qo'rqib ketdim. Shundaqmi yaxshi Bu bo'ldi. yaxshi bo'ldi ekan-a? Shundaqmi nima u? Bu ya xili bo'ladi ekan-a? Qani, o'tir. Hey, Nadir. Hey. Hey, Davud. Yaxshimisan? Bu yer nima qilyapsa? Bog'da ko'liga boradigan yo'lni kalkin olib ketibdi. Qaytib keldik. Ha. Chadaq bo'ldi. Endi qanday qilamiz? Endi qanday qilamiz? Hey. Shunda quruq o'ltiramdiq. Hey, kichik. Safarga chiqqan ekanmiz. Endi narsanga boraylik. Qani berishimiz ko'taraylik. Qandaq, bu ya güzelmikan? Bek güzelken. Aldığımızda tek bunun mu güzel yerler ba? Sizningcha bu yer havoliqmikan? Havoliqkan. Bek havoliqkan. Qani, keling biroz orom olaylik. Hey, boshqa yerga boraylik. Man qaraslar, tanish odamga uchrab qolsak, sat bo'ladi. Xoliroq joyga boraylik. Qandoq deding? Ma'qul emisa, xoliroq joyga boraylik. To'xtab deyman. To'xtab. Astaroq yuguray. To'xtab. Men yetişemeysiz. To'xtab. Yetişemeysiz dedim-ku. Aliye, etraf qarama, nima degan chiroyliq. Tezroq bo'laylik.
Biz hemmenin kichiki. Hem baldır tanışkan. Şoňa keşik tamakny ikimiz tayarlayly. Menimçe ular ýakşyrak, obdan bir paranlyşy basyn. Men sizni Jiptro, resim tatolay. Bu resimni aýty, obdan çykydy. Hey. Näy bar siz? Olany men ogurlykça bir baş resmi tatolay. To'xtang. Onda qilsangiz qanday bo'ladi? Ularni birdan yolg'iz qo'ying. Baş üstüge qadrli xenim. Nima degan manzarali joy bu? Ömrümde bunday güzel joyni faqat ko'rib boqmabdiman. Mendek çempion bilen mansınız xili joylarni ko'rsiz tıxi. Yeni poyetawatsiz a? Sizde ikki narsa ortiq. Biri po'chiligingiz, yana biri osh yugan qo'sig'ingiz. Ondaq mı dep ketmem? Ondaq mı dep ketmem? Ne yapasız ketmem? Kader, ne boldun atsiz, nime ikkili atsiz? Kader, ne boldun Kader? Kargada dadamı kegende kılıdı. Sadir, Nadir, bu yakı kilala, dadamı kegende kılıdı. Meni çın tutup çın olduran. Silimiçi, ostrak heydi sile. Hay, bu yanın yolları tekşi emas. Çın tutmuşsanız yıkılıp geçişiniz mümkün. Çın tutun ha? Gördün lan mı? Gördün lan mı? Karanlar kim kepti? Kim kepti? O dara kara pikla. Gördün lan mı? Gördün lan mı? Dadam yıkırak kelgen aman hemmemiz dadı dep toğlaylı. Çatak çıktı. Ne Çatak çıktı. boldu? Nimeden Karan. çatak çıktı? Ula kim? Karana, gördünüz mü? Nimegen setçilik bu. Esta. Yeni nimege qarab turla. Heydi Makul, men. makul. Oy, dadam gidip kaldı o. Dadam gidip kaldı. Hey dada! Tohtap dur! Tohtap dur! Kadir! Dada! Kadir! Hey dada! Kader! Kaç gel! Dada! Tohtap dur! Hey dada! Tohtap dur! Hey dada! Hey dada! Kadir! Ha neymiş? Tohta! Kadir! Boynum kırgına! Oynaya gidip oyunuz kelse şu yer basın! Onu tolu hıcır kınma! Bağındı! Oo! Kadir, senin bu nimkırını, he? Ayal kim o? Ben sizlerge tanıştırıp koyay. Dadamdan kendi otaqan u ayal bolsa, sizlerden kelkisi kıyna bağla boludu. Gündüz her zaman çattı. Hakata bulup ahir, birden görme taptı. Birden görme taptı. Hey dostlar. Hey dostlar. Hey dostlar. Bahtiyar hayat kursak, öyle gilgey ortak. Öyle gilgey ortak.
Endi biz emet koysak, yılı hoş günü parlar. Endi biz emet koysak, yılı hoş günü parlar. Öyle gel olsa, vakitinde toy kılsa, öyle gel